Assalomu alaykum, topki qarindoshlar. Qani avvaldan yaxshimi? Yuqorida qarindoshlar mana vatanga berib kelish masalasi ustida fikrlar bo'libdi. Qarindoshlar o'zlarining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Endi erkin to'p bo'lgandan keyin har odam o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi. Endi meniki bunga nisbatan o'tganda men bir nutqlarni so'zlagan. Hozirmi shu ko'z qarashimda o'tiraman. Qarindoshlarningki fikrimga tanqidiy muomala qilishni umid qilaman. Albatta fikrimizda to'g'ri xatolik bo'lishi mumkin. To'g'rilik bo'lsa bu Allohning rahmatidan, xatolik bo'lsa bilim saviyarimizning, tafakkurimizning ojizligidan qarindoshlarning to'liqlab qo'yishni umid qilaman. Endi qarindoshlar bu vatanga berish masalasi tegitahni vaqtida men qo'shilmayman bunga. Nimishga degan vaqtida Xitoy bu vatanga berishni taqib etgan. Irqiy qirg'inchilik qilayotgan mezgilda taqib etgan. Vatanni taqab turib, chet eldan bo'lganlarni ondan keyin shu aeroportdan tushib bo'lguncha ko'zni bog'lab opirib, turmalarga tashlab, shunday qilgan. Ondan keyin qarindoshlarimiz, inqilobchilik qarindoshlarimiz dunyoning joy-joylarida, parlamentlarda, dunyoning hamma yerlarida irqiy qirg'inchilikni kuchab tashviq qilib Xitoyning irqiy qirg'inchiligini, Xitoyning o'z davatqindagidek unday yuvosh, yumshoq bir hukumat, unday yuvosh, yumshoq bir xalq emas ekanligini, hech kunduz buningki qirg'inchilik qilganligini bu dunyoga tashviq qilib, muayyan natijalarni yaratdi. Ya'ni nurg'un mamlakatlar, xalqlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Andan keyin shu degan vaqtida Amerika hukumati tunji qatim Amerika parlamenti Rubioning oldida nima? Pompeo bu vaqtida buni irqiy qirg'inchilik deb Amerika o'zi og'zidan chiqadi. Bu yomon bir cho'nam. Chunki Xitoy jallodlariga nisbatan aytgan vaqtida cho'ng dahshatli jinoyatningki birsi shu koronani taqatgan jinoyati bo'lsa, yana birsi Uyg'ur xalqining ustida irqiy qirg'inchilik qilgan jinoyati. Endi Xitoy qanday qildi deganda buni dastlabda buni ib ketalayman deganda, lekin dunyoning cho'qqalarining oldida bu o'zini qo'ya olmay, andan keyin bu bizning kurashlarimizga qarshi istikam qurib mudofaa holatga o'tdi. Milliard pullarni xarjlab, andan keyin bu o'zining irqiy qirg'inchiligini yepish uchun deganda irqiy qirg'inchiligini yepish sayohatini yo'lga qo'ydi. Dunyoning joy-joylaridan shunday muxbirlarni, anaki mashhur odamlarni, siyosatchilarni har xil yo'l bilan, pul bilan setib olib, akilib, yolg'on sahna yasab, ashada Xitoyda undan keyin bunda irqiy qirg'inchilik yo'q. Bu Uyg'ur xalqini baxtli yashayotdi deb muqomni to'ladi. Buni milliard pul xarjlayotdi, hozirmi xarjlayotdi. Uyg'urlarning tashlayotgan burunqi cho'gillardan tortib dasturga uni akirib, uni musiqalarga o'rlashtirib, biz Uyg'ur xalqiga voy manda qilyapmiz, anda qilyapmiz, baxtli yashayapmiz deb har turli Uyg'ur hikoyalarini chiqarib turib, milliard pul xarjlab Uyg'ur xalqining ustida irqiy qirg'inchilik yo'q ekanligini ilgari surish uchun qattiq tirishyapti. Endi hozir Xitoyningki mamlakatga yo'l qo'ygani, chet eldagi Uyg'urlarning mamlakatga bosi bo'ladi deb yo'l qo'yib berganini so'raganda, ana shu irqiy qirg'inchilikni yepish siyosatining bir qismi. Kimiki mana shu siyosatga moslashib, shu vatanga berib kelib, kas nim bo'ldi deganda, Xitoyning avi irqiy qirg'inchilikni jinoyatni yepishdan iborat shu siyosatiga moslashib berganlik. Xitoyning mo'misiga nasr ketmagan. Undan boshqa hech narsa emas. U Xitoy bir insof qilib qilib, Uyg'ur xalqi yomon bir jafo tortib ketdi. Ota-onalarini sig'inib, yuraklar yiqib ketdi. Bo'pti ota-onasini qishig'i berib, bir kelvasin deb u rahim qilib ishni ichpagan gap yo'q u yerda. O'ziniki million Uyg'urni o'ltirib etganligidan iborat. Bo'rikini yulib bilib, xajlab silib xajganligidan iborat. Bu dahshatli jinoyatni yepish uchun, bu irqiy qirg'inchilikni yepish uchun mana shu siyosatni yo'l qo'yatdi. Voy, basanglar bo'ladi, berib kelsanglar oldu, ko'rsanglar oldu deb. Andan keyin deganda parlamentda sen nada irqiy qirg'inchilik bor? Kim bularni sayatini to'sabdi? Mana chiroyli vataniga berib, ota-onalar bilan quchoqlashib, so'yishib kelyapti-ku. Hatto qilib qolgan ashadagi maoshlarini tortib, ib kelyapti-ku. Deb
bizning necha vaqtning inqilobchilarimizniki Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyotidi, bizni vayron qilyotidi, o'ltiryotidi, qiryotidi, degan ma'u paketlarimizni cho'qara yo'q chiqarish uchun tirishyotidi. Biz buniki mana mushu siyosiy maslashib bersak, buning ana shu jinoyatga sherik bo'lamiz bu yerda. Allah Teala nima deyotgan? Bu bizniki siyosiy jihatdagi ishimiz. Hamda diniy jihatdagi fatvolarimiz nima bo'ladi degan. Allah Teala muborak Qur'onni berdi. Qur'on namoz o'qib, ro'za tutib qo'yish uchun ishlatilgan narsa emas. Aql buliqi. Sen mana mush yo'lda mansanglar ezib ketmaysan dedi. Iymon keltirgan odamlarga nisbatan aytganda, iymon keltirgan odamga nisbatan aytganda aqlni Qur'ondan izlaymiz. Allah nima deyapti? Tajovuzlar sizlarning zimmilaringlar besib kelsa, shu ay, shu vaqt, shu minutni tatib, uning qarshi kurash qilish sizlarga farz qilindi dedi. Qarshi kurash bo'ldi ekan, ota-onamizdan ayrilib qolamiz, qurbonlarni beramiz, yurak bag'rimizdan, paralarimizdan ayrilib qolamiz, mol dunyolarimizdan ayrilib qolamiz. Ana ashunda kurash qilgan vaqtimizda, kurash qilgan vaqtida, bugungi sharmanda rasvo kunga qolmaymiz. Biz shunda qilmaganligimiz uchun shunda qilolmaganligimiz uchun bir tarafdan Xitoyga qarshi turib, bir tarafdan beri Xitoyning mo'misiga nasur kelib berib, o'yinga moslashib, bir tarafdan quchoqlashib, bir tarafdan tillab yurganligimiz uchun to'g'ri bir maydonga, to'g'ri bir kemining ustiga ya Allah debtikam deb birimiga chiqmaganligimiz uchun mana shunday chiroyli vatanimizdan ayrilib qoldik, qiz xotinlarimizdan ayrilib qilyapmiz, chocuk bolalarimizdan ayrilib qilyapmiz. Allah nima deyapti? Lakum dinukum valiyadindan. Ey Muhammad alayhisalom, ulardan ularning yo'lida siz mangmaysiz, sizning yo'lingizni ular mangmaydi dedi. Payg'ambar alayhisalom uchun degan vaqtda ana shu arab mushriklarining qishidan, ana shular Makkadan Madinaga hijrat qilib ketdi. Hijrat qilib bizning qadamli odamlarimiz uchun deganda har turli yo'llar bilan hijrat qilib shu vatanda turolmay qaytib chiqdik. Endi shu Xitoy tajovuzchilari bilan oqshib qarishibdan ayrilgandek ayrilib, uning mustahkam qarish turmasak shu degan vaqtda qonlarimizdan, jonlarimizdan, barliqimizdan, vujudimizdan kurash qilmasak qanday bo'ladi deganda biz vayron bo'lib tugab ketamiz. Biz bu yerda. Bizga dushmanga qanday muomala qilishni Alloh taolo ko'rsatdi. Qanday ko'rsatdi? Payg'ambarningki axloqi payg'ambarning yo'li bilan ko'rsatdi. Shu vaqtda arab mushriklar degan, payg'ambar alayhisalom sizning diningizga biz bir mazgil itoat qilaylik, siz biznikiga bir mazgil itoat qiling dedi. Chunki musulmonlarni yo'qotmaydiganlar ko'z yetib. Aşında devası Allah'ın imdadığı Kur'an'da lakum dinukum veliyedin dedi. Onda onun gibi kıtılmam. Ya Resulullah onun gibi kıtılmam. Akşıp karışıp da ayrılan düşmenge dost bulmam düşman bilen. Hemkarlaşmanlar onun bilen. İşte bütün vücudunla bilen karıştırınlar. Mallarınla bilen, canlarınla bilen karıştırınlar. Dep Allah Teala yolunu gösterdi. Biz ana aşında meydanımızı iniq ayıramaganligimiz üçün, hemimiz ortak karıştıramadığımız için bir kısım adamlar inqilab qilsa, bir kısım adamlar ticaret qilib, chet chiqilib mı? Xudodan qo'rqmay 10 ming kilometr neredagi Xi Jinpingdan qo'rqqanligimiz uchun bo'lgan kunimiz mana rasvo eng dunyoda eng sharmanda kunga qoldik. Hatto xotin qizlarimizning yo'tqiniga Xitoy erlarni kirib qo'ydi. Shu darajadan sharmanda bo'lib ketdik. Nima uchun? Allohning yo'lini tutmaganligimiz uchun, kurashni haqiqiy bilmaganligimiz uchun, inqilob qilishni haqiqiy bilmaganligimiz uchun. Biz inqilob qilamiz deydiganmiz, Xitoyga qarshi turamiz, vatanimizni ozod qilamiz deydiganmiz, albatta ota-onamizdan ayrilamiz. Hatta yürek paralarimizdan ayrılırız, canlarımızdan ayrılırız. Şu ayrılmaganligimiz için bo'lgan kunimiz mushu. Nimda inna atayna kel kevser fasalli li robbika vanhar inna shani'aka huval abtar. Qurban bergan vaqtida anandagi sening hurmating oshidi, dushmaningning hurmati anandagi yer bilan yakson bo'ladi dedi. Shunda qurban berolmaganligimiz uchun bo'lgan kunimiz mushu. Hatto mushada nomus qilmay, mushaga chiqib, yana qaytib vatanga berib, qilib qolgan maoshlarini ilib, voy vatan anda bo'lib ketibdi deb, mana bo'lgan kunimiz. Xitoy qattiqroq tutsa, g'ingishib ketib, sal qo'yversa, yana jahannam rabdoriga kirib olib, uning izchil kurash qilmay Allohning ko'rsatgan yo'li bilan uni dushman tutib mangmaganligimiz uchun bo'lgan ahvolimiz mushu. Shuning uchun biz bu ishlarga nisbatan aytganda xiyolimiz uchun o'zimizning ko'z qarashi emas, Allohning ko'rsatgan kitobi bo'yicha hukm qilishimiz, minishimiz kerak. Dunyoning siyosiy axloqiga qarashimiz kerak. Shu nuqtadan aytgan vaqtida vatanga berishimizning o'zi tajovuzchiga yordam berganlik. Kim o'zining ota-onasini yaxshi ko'rmaydi?
Barmavatgan qarindoshlarimiz, kech-kunduz inqilob qilgan bichara qarindoshlarimiz vatanda ota-onalar qurbon bo'lib ketdi, innalari qurbon bo'lib ketdi, qarindoshlari qurbon bo'lib ketdi. Ularning mehr muhabbati yo'qmi? Vatanga boradigan bizning mehr muhabbatimiz yo'qmi? Qarindoshlarimiz shu yerda Mava inqilobga daxli yetkazmaydi. Allah bunda debdikan. Ma qarindoshimiz manda bir bedel to'lab olsa, men qo'pab chidamaslik qilib, ma ishni qilsam qanday bo'ladi? To'xtab turay, bir chidab turay. Bir chidab turaydi. İnşallah Allah Teala bizga bir yo'l beradi. Allohning sinoqlaridir bu. Mush Allohning sinoqlari ketgandan keyin Allohning cho'qim bir yaxshi kunlari keladi Xudoyim buyursa. Deb biz mushunda turibotgan, mushu jafo mushaqqat chidayotgan qarindoshlarimiz, baramayotgan qarindoshlarimizni. Ularning o'tak bag'isi bor. Bag'isi bor. Shuning uchun masalalar bu kelganda qarindoshlar aldirmay, tafsili o'ylashib qilishimiz kerak. Endi lekin nitqavaqda hozir ba'zi qarindoshlarimizni so'zlayotgan ba'zi asoslar bor degan yerim taraflari bor. Nima ishga degan vaqtda ba'zi tashkilotning odamlari tashkilotning odami bo'lib o'tirishib bayroqni ko'tarilib g'ipildab vatanga berayotgan. G'ipildab yana bayroqni ko'tarib tushgan. Mana narsa bizning ba'zi qarindoshlarimizning ishini siqilayotganligi uchun ularning g'azab nafratlik so'zlarini muddaosini tushunishga bo'ldi. Neyimiz? Allah Teala hemimizge bir doğrusunu versin, yaxşısını versin. Bizdeki ahli ilimlerimiz olsun, siyasetçilerimiz olsun, halkımızı bir doğru yolga köstüp, bir doğru işlerini benim şunda meselelerine nispeten etkanda Kur'an-ı hadislerden, siyasetlerden hemmeden bir yol köstüp, manda taksak doğru oldu, manda taksak hata oldu deyip halkımızga yol köstüp mügellik için üstü kömügen şagit, hani mukamı destekip, o birini mi davatkan, bu birini mi davatkan, şundan halk keyif getirdiğen, manda bir ko'chak kirib qo'yapti-da. Assalomu alaykum va rahmatullohi go'zal do'stim. Salomat turibsiz. Tinchlikmi? Bilatonimiz xotirjam. İşleriniz joyida. Qarag'anda, Bangkokda. Tijoratingizni ustida o'xshaysiz. Alloh barakat bersin. Ammo ovoz o'zingiz sizning ovozingizmi? Qarasam, %90% sizning ovozingiz rostda kesildi. Yana 10% nima qilinishimdan bir so'raydim. Ammo ovoz sizning o'ylab qilib qolsa, bir fikrlashimiz. Balkim siz vatanga berib kelganlarning suhbatini anglagan bo'lishingiz mumkin. Men Avstraliyadan, Gollandiyadan, Avstriyadan, Turkiyadan berib kelganlarning bir nechasining savollariga men duch keldim. Hem 100 turani Setila Jami oldida Ata miras tibabat dükkanı Habibullah Mahın Masumacımın dükkanında berip kelganlardan bir nechasining guvohligini 101 degan hadislarni yana qo'liqim bilan anglagan bo'ldim. Boshqalarini telefonda, WhatsAppda anglagan bo'ldim. Bu men anglagan ahvolotlarni shular anglabdi ekan, mening anglaganimiz o'xshashgan, balkim sizmi bu ahvollarni anglagan bo'lishingiz mumkin. Yani bu ahvolat hammalarning degani o'xshash, yana aloqada bir farqli so'z yo'q. Vatanga borganning endi shu shaxslarga qanday ta'sir olib keladi, bizga qanday ta'sir olib keldi, buni siz mendan yaxshi bilasiz. Mush Uyg'urlarga fanoliq berayotgan davlatlar Uyg'urlarni Uyg'urlarga Xitoylar siyosiy irqiy qirg'inchilik yurgizish ehtimoli bor, xavfi bor deb e'tirof qilgan davlatlar aqamaqa Angliya boshchiligida Angliya dastlabki inkor qilishga boshladi. Endi mush Uyg'urlarning vatanga qanday shakldagi Uyg'urlarning berib kelishi bo'lsin, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasi yana yo'q chiqish. Yani bir necha yilning ichidagi mush chet elda Xitoylarga bir irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qildirib kelgizgan bir necha davlatning qalpoqlarini oqimoq tushiritish natijasi Xitoylar Üzdün təşviqatı bilan emas, bizning vatanga berib kelaydigan qarindoshlarga yo'lni etish bilan bu g'alabaga erishganligi osmondagi quyoshdak inib, buni siz nihoyat yaxshi bilasiz. Mushuni olib keldimdi. Ular shu haq-huquqlari, shu urug' tuqqanlarni siz degandek shu haq-huquq nimaning bedeliga to'xtadi desangiz, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'qqa chiqarishning ustiga to'xtayotdi endi. Ular gerçi özünün ailesi haqqliq bo'lgan anası, dadası ailesi bilan yo'qlashib kelgan bo'lsa-mu, uningdan chiqqan natija milyonlarcha Uyg'ur turmida qo'yitilgan Uyg'ur yo'q. Mening ailemdan 67 Uyg'ur turmida, 5 shahid, sizning oilangizdan desam bir muncha Uyg'ur turmida, mushundaq milyonlarcha turmida yetayotgan Uyg'urlarning hech qaysi
qo'yib o'tilgani yo'q. Aşı berib kelingan natija turmalarda yetayotgan bir necha ming Uyg'urning ahvozorining ustiga dastlab berib kelish. Mushu chet elda qilingan yillarcha inqilob mushu tirishchanlikda aran Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik jinoyati yurgizdi degan Xitoyni jinoyatidan irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qutuldirib qolish rolidagi eng chong rollarni o'ynayapti demdi vatanga berib kelish. Buningdan boshqasi yo'q. Gerçi vatan chet eldagilarning bu chaqqichi Xitoyga qarshi inqilob safiga qatnashmagan, Xitoyga qarshi faoliyatda emas, o'zining o'qishlarini o'qib, tijoratini qilib, Xitoy qarshi turayotgan guruhdagi Uyg'urlardan yiroq turib, o'sha siyosatdan yiroq, bu o'ngshilib ketdi. O'ngshilib ketsa biz vatanga berib kelamiz. Xitoyga qarshi tursak, ya qarshi turgan guruhlarga qatilib qolsak, vatanga borolmay qolib qolamiz. Bu o'ngshilib ketadi deb mushundaq turgan Uyg'urlar 90% hamdi. Buni hammamiz bilamiz. Arab davlatlari, O'rta Osiyo, Yevropa, dunyo bo'yicha mushu tanlashni tanlagan Uyg'ur 90% Uyg'ur. O'z bo'lganda. Mushu siyosatga aralashmagan Uyg'urlar endi Uyg'urlarga berib kelishi yoki bir manfaati bormi, zinimi desa, belkim ular yuqorida xoin, munofiq, josus bo'lmasligi mumkin. Lakin ularning berib kelish natijasi qaysi Uyg'urga qaysi ziyon, qaysi foydani keltiryapti desangiz, vatanda 10 millionga yaqin Uyg'ur tutilgan, kesilgan, kesilish davom qilyapti. Ular shularning ahvozorining ustiga berib kelish. Her bir Uyg'ur o'zining oilasini 40 million Uyg'ur oilasining ülüş tirişidan muhim bilgen bir mayada bir şahsiyetçilik, insonlik, musulmonlikmi, qarindoshlikmi uyg'un bo'lmagan bir mayada şahsiyetçilik bor. Endi uningdan chet eldagi bizga bergan natija davlatlar oldida qanday bo'ladi desangiz, Turkiya sud mahkamalaridami Uyg'urlar vatanlarga berib so'lamaydi ekan, Uyg'urlarga Uyg'urlarni vatanga qaytarsak bo'ladi. Bemalol deganda qarorlar bir ikki qitim chiqqan bo'ldi. Endi bu chet ellardami Yevropa davlatlaridami chiqish oldida turibdi. Endi bu Uyg'ur inqilobiga bo'lsin va yoki chet elda haqiqatan vatanga qaytarmaydigan, qaysa o'ltiriladigan, kesiladigan Uyg'urlar uchunmi bu xavf xatarni tang shakllantirib qo'ydi. Endi vatanga berib kelganlardan mendan 30 dan ortiq birodarning chegaradan kirganda nima deydi ekan, nima ish qildi ekan, yuz bergan hodisalarni menga degan bilan Habibullah Mahsumajimning do'kunda men anglagan ashadi 5-6 o'ylarning guvohligida Nurullah akam, Abdulhamid Tamullam, Habibullah Mahsumajim qatorliqlar anglagan shu qo'liqimiz bilan anglagan. Oningizga telefonda anglagan. Buni sizmi anglab qilaqlar? Mushuninda o'xshashlik var. Mana siz bir mulohaza qilib boqing. Balkim sizga foydasi bo'lishi mumkin. Vatanning o bağandan keyin Xitoyning tayyorlab qo'ygan 105 varaqdan ortiqroq bir hujjati bor ekan. Bu hujjat qanday hujjatkan desangiz, chet elga faqat ismini yozadi ekan, imzoni ham qo'ydi ekan, anqaga yana asosan to'lg'izib qo'ygan tayyor hujjatkan deydi. Mushu hujjat chet elda turayotgan hayotimiz Uyg'urlarning 10 yil bo'lsin, 5 yil bo'lsin, 15 yil bo'lsin, bu chet elga chiqqan hayotdan tortib turgan hayot chet elga chiqishdimi Xitoy bexatarlik idorasi, ya'ni Anchancho'ning xizmati bilan chiqqanligi. Chet elga chiqqandan keyin Anchancho'ga xizmat qilganligi, o vatanga qaytishdagi maqsad chet elda ko'rgan bilganlarni Anchancho'ning xizmatini doklad qilish uchun kelganlik borasida ko'rsatgan. Aşunan imzalagandan keyin ular shu chet eldagi turgan hayotiga oylik maosh bekitgan holatning o'zida Xalduq maaşı bu çaqçı berilmeyen maaşı dep şu Anchancho berilib, buningdan keyingi hayotimi chet elda Anchancho'ga xizmat qiladigan holatda maash kartalarigacha bijirib, vatanning siyosatini yaxshi bo'lib ketganligi, bosi bo'lib turganligi, tijoratga yordam beradiganligi, chet el muxbirlari har qanday Uyg'urlarning sorunlarida mush vatandagi muhitning nihoyatda yaxshiligi, bu yerda qirg'inchilik, tutish, so'lash unday masalalar mavjud emasligi borasida qo'lidan keladigan tashviqotlarni bo'lish, yani Gonsandang'a maslashib xizmat qilsa, Gonsandang'a ularga shunday keng qursak muomalalar bilan muomala qiladiganlik borasini
Teşvikat kılıp hemmesi bu çakıça ençen işligini olsun işlemigini olsun. Umumi yüzlük şu ençennin kaderi hizmet dokulat kılgılı kirdi degen bir cedvelini toldurup %100% ençennin kaderi olup şu ençennin maaş kartlarını ilip an chet elge qaytıp çıkıdiken tıkkalarını uyga yapıp gidiken er olap kapkası erlerini bir ziyafet yapırdiken ziyafette kandığı olsun Araklını içirip, seylerini içirip, mesli kılıp, o yerde meslik ceryanlarda onu yatakla bir geç kütülüp, uğurlaştırıp, o yatak tahminimiz hemmesi kameralık yataklar deydi. Teyyarlap koygan taytayları varken. Şula olan bizlerini şaltak kılıp, deylerge elip, mene biz materyallarını yaxşı kütüp aldık. Ayallah bulap kapkasa, ayallahını Xitaylı öyle yatkızıp, o yerde Araqlarını içirip, bu milletler ittifaklığı, yani silahının cunguğu boğan, milletler ittifaklığı boğan samimi sadakat, cungu devletiği boğan sadakat, diyen muş sadakatken. Muşu sadakat ötkülüdün ötküzüp, ulanı ayallarını muşularını yatkızıp, erlerini yatkızıp, arak şarap içken tansıpan sorulardan çıkarıp, ulanı kütülüp, ulanın videolarımı çıkkan takalgan bilisiz. An apırıp koydikken an ahali komitimi apırıp koyganlikken şusu Allah'ını sorap tuğay yagi barımızdıga yagi şenur şurak set bilen ahali komititten apırıp yüzü ekilip yüzü aydurumu çıkıp muşunda uzutup koydikken. Hem vetengi berip kəgellerinin ehvali muşu. Xitayga işligeller bolsun mu? Eşyadaki emeli şer'en zahiren hükümde Başı Xitayga işligellik 105 varaqtın artıq hüccetini hemmesi imzalap, toldurap çıkıdiken, demek Xitayga Gongsandanның bexatarlik idaresinin müstakil, yani tümür tavaqlıq kadirilik imzasını etip, kadrolap çıkıdiken hem de umumi yüzlük. Hem de muşulardan bir netisi, biz şu bəgən pullarını xəcləmisək, sədaqə qılıvətsək, herem gibi tövbe kılıp emdi vetengi bağmayla deptük. Emdi bizim tövbemiz kanda olurdu. Muşu pullarını sadaka kılıvetse kabul olamdı diyen. Muşu sual soraklarda, muşu petvalarda men arlaşıp kaldım emdi ezberim için. Mene vetenge berip kəgellerinin başını keçirdiğin ceryan muşu iken. Emdi muşu ceryanını zahiren bir başını keçirdiken. Emdi bazılar imanen, vicdanen işlemez belkim. Hem de bu ötkelden ötmese ulanın bardığını tuqqunun üyemez. Odun lagırgı bardığını inik askertidiken. Bilisi olsunlar çatkalda anlap ya da olap ketke ölüm lagırgı evet ötümüzsünü deydiken. İnik. Bu anda mehbi söz emezken, mehbi tutulgan işmi yokken. Şunu ula her kandığı şu orullaştırışka %100% boysunup şu cedvellerini toşkutudiken telefonusu, Facebook'u, WhatsApp'taki bütün alaka to'g'ridagi insanların numara, ismi, faaliyeti, turvatgan o'rinlarning hammani beqata toshqizab deb chiqadigan to'liq shu WhatsApp'larında hammasi ochqizilgan ayada. Facebook'larına hemmini açqızıp, bütün ictimai alaka to'g'ridagi insanların hamma nerede turdu? Nemiş adam? Numara var mı? Facebook var mı? Qaysi shahar? Qaysi davlat turdu? Muşulağı tilek nimelerni elip ket elgi vargandımı emesi namayışlığı joyida chiqib, emesi kilip kep kessanlar bo'ldigan mushu bosqichni boshdan kechirdik endi. Endi mushu bosqichni ko'chirib chiqib, mushu bosqichni ko'tarib biz Xudoning oldida josus bo'lib qilamizmi? Rost aşı xalqimizni setib, Gongsandanға xoinlik qilib, xalqimizga xoinlik qilib o'lgan josuslar qatorida o'lib ketamdiq, yo tövbe qilib bu muşunu imzalamasak bo'lmaydi ekan, endi bir sabtimiz endi bu o'tkaldi hammasiga o'xshash sunildi ekan. Endi mushu o'tkaldan o'tash jarayonining o'zida mushuni imzaladik, endi mushu imzo qiyomatda oldimizga chiqib rost Xitoyning josusi bo'lib qolamizmi? Yo tövbe qilsak Alloh bizni kechirutami degan mushu fatva xarakterlik mendan savol so'ragan, bu savolga duch keldim. Bu savol so'rg'ichlarning ikkisi Gollandiyadan biz vatanga o'xshash sharoitda berib kelgan 15 odam ba'da bir yig'ildik deydi. Qanday qilamiz? Endi bundan keyin baramdiq, bamamdiq, hammamiz mushuni imzolab chiqdik. Mushu bo'yicha amal qilib vatanga berib, kelib mushu imzoni chet eldagilarni dokulat qilib yashayveramdiq. Hammamiz namoz o'qiydigan odammiz deydi. Ya kimde tövbe qilib bamamdiq birodarlar bir maslahatlashib qildik. Buning ichida 13'imiz 13. Endi biz berib pulaptimiz, animiz, dadimiz, tuqqanlarimiz eşyada manında. Endi biz batanga berib Gongsandanға imza qo'ygan faoliyatga xizmat qilmasak, urug' tuqqan, qolganlarimizni hammasi yo'qotib o'tadi ekan. Buni ko'rdinglar. Endi biz ularning mayada qarshi tursak, biz
vatanni qutuldirammidik, endi hech bo'lmasa urug' tuqqanimiz olsa qutuldirib qoldi, biz shu imzoga amal qilishni tanladik deydi. 15 yildan yig'ilib bir maslahat qilishibdi. Biz faqat endi o'simi tirilsimi biz tövbe qilib endi haramga borib, ma'noni ekan vatanga borib endi shu imzolagan hujjat ashadi. Qasun Xitoy oshkor qilamdi ko'kstamdi. Endi biz Xudoga tövbe qilib ma'nondan keyin manda xizmatni biz qilmaymiz degan ikkimiz ayrilib chiqdik deydi. Ikkoylan ayrilib chiqdi. 13 oydan ayrılanmay shu hujjatga amal qiladiganlik ifodasini bildiribdi. Mana mushu hammalarning aqligini buni men 30 dan ortiq voqeaga shohid bo'ldim. Uningdan boshqa men Habibulloh Maqsumadimning do'konida Abdulmittamulloh, Nurulloh akam, Tunis Habibulloh Maqsumadim, men yana bir ishga ahlilmi bor. Mushu guvohliklarda meni vatanga berib kelganlarning boshdan o'tkazadigan jarayonlar, mushu jarayonlarni o'tkazadigan biz, ya'ni 100 turani 100 bir anglab, shohidlab, telefilda anglagan ahvolatlarimiz bilan udul ekanligi, bu vatanga berib kelganlarning boshdan kechirgan ahvolida bining boshqa hammalarning o'xshash mushu bosqichni boshdan kechirdiganligini biz anglab yetdik. Buni siz albatta anglab bulaqliq. Endi mushu holatda xalqimizning endi vatanga berib kelib, mushu jarayonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'qqa chiqarish, Xitoyni bu irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qutuldirib qilish, vatandagi turmada yetayotgan 10 millionlagan Uyg'urlarning hech kim yetmagandek bu qirg'inchilik bo'lmaydigandek ularning qonlarini istiqsizlam üntinsiz basur o'tish jinoyatlarga sherik bo'lish qatorliq vatanga bir berib kelish bilan mushu jinoyat Allohning oldida so'roq bularmi bo'lmasmi sizningcha? Buni Allohning oldidagi nuqtasidan bir o'ylab baqili, qiyomatlik nuqtasidan. O'sha kirib chiqqan vaqtda o'sha imzolagan hujjatlar, o'sha chet elda turgan hayotiga qoldiq maoshi buchaqcha antancho'g'i ishlab xizmat yetkazib, maoshini yetkazib berish qulaylik bo'lmaganlik uchun yetkazib berilmagan degan mushu qoldiq maoshlarni elib chiqishlar, mushu shohidlar, imzolar, yataqlarni yotqizishlar, videoga ilishlar, mushularning hammasi shularning iymoniga, millati bo'lsa millat vijdoniga ularning bir taqishadigan, buning bu dunyoda emas, oxiratda bir so'roqi bo'larmi, bo'lmasmi? Xitoylarni irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qutuldirib qilish, har ikkisi o'zining bir vatanga berib keliverish bilan vatandagi Uyg'urlarning o'ltirilish, qirilish, bütün qirg'inchilikni yo'qqa chiqarib o'tishga paket tamg'usini urib, uni imzolab chiqishning o'zi dinning oldidagi vaboli. U ayrım. Endi mani insonlik, vijdon, ma tarafdan bir o'ylab, buning to'g'ri, haqli tarafi qaysi, haqsiz tarafi qaysi, buni bir to'g'ri bir mulohaza qilib chiqishingizni umid qilamaymiz qarindishim. Chunki biz hammamiz to'g'ri mulohaza, to'g'ri nasihat qilishga ehtiyojimiz bor. Shunlashqa buni yuqorqidek endi vatanga nurg'unlaganlarning boylari va mallari va shu Uyg'urlardan shu Xitoyga qarshi inqilobiy sabti qitilib qolsak vatanga borolmaymiz. Urug' tuqqanlarimizni ayrilib qolamiz deb shu tarafsiz turib olgan 90% Uyg'ur va endi ular berib kelgan bo'lsa yuqorqi shularni shu bosqichni besib keladi ekan. Endi Allohga mayat ularni iymoniga, vijdoniga havola qilamiz. Amma bu çaqçı Xitoylar qarshi urushdan qonga jon, jonga jon. Xitoy intiqom deb Xitoydan qon oladigan, intiqom oladigan shuarlarni to'g'rilib belib kelib, yana meya kelib, yana o'zining vazifasini, yana ko'k bayroqlarni elib, yana Xitoy qarshi faoliyatlarimizning ichida yursa, buning ismini nima deymiz endi sizningcha? Buni nima deb atsak bo'ladi? Berib kelganlarninkini siz haqliqlashtiribsiz. Endi yuqorqidek jinoyatlarni sodir qilib, imzolab kelib, yuqorqidek iymoniy, vijdoniy, axloqiy, mushundaq sotqinlik jinoyatlarini shaklan o'tab kelishning o'zini biz qaysi jihatdan haqliqlashtiramiz? Buni iymoniy jihatdanmi, yoki millat jihatdanmi, yoki dunyoviy manfaat jihatdan haqliqlashtiramdik? Qanday haqliqlashtiramiz aziz qarindishim?